Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchi logopedning zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishi bo'ladi. Rejalar. Birinchisi, logopedik faoliyatda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni. 2. Logoped uchun raqamli vositalar va ularning amaliy qo'llanishi. 3. Axborot texnologiyalaridan foydalanishda samaradorlikni oshirish yo'llari. Logopedik faoliyatda axborot texnologiyalari. Zamonaviy axborot texnologiyalari logopedik faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Ular yordamida individual va guruhdagi ishlash imkoniyatlari kengayadi. Interaktiv dasturlar, mobil ilovalar, videokonferensiyalar va onlayn platformalar qo'llaniladi. Shuningdek, texnologik vositalar orqali ma'lumotlarni tahlil qilish, nazorat qilish va shaxsiylashtirilgan rejalashtirish amalga oshiriladi. Bu esa o'qituvchilarga samarali va innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi. O'qituvchilar uchun resurslar. Logopedik faoliyatda foydalanish uchun mavjud resurslar va vositalar. Speech therapy apps, onlayn platformalar va ta'lim materiallari. Bu resurslar o'qituvchilarga darslar va terapiyalar jarayonini samarali qilishga yordam beradi. Masalan, Speech therapy apps yordamida bolalar bilan interaktiv ishlash mumkin. Foydali manbalar ro'yxati. Onlayn kurslar, jurnal maqolalari, tashkilotlarning materiallari va konferensiyalari. Ular orqali o'qituvchilar yangi metodlarni o'rganib, amaliyotda qo'llashlari mumkin. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni samarali integratsiya qilish imkonini beradi. Texnologiyalarni qo'llash usullari. Asosiy usullar. Logopedik jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun turli usullar mavjud. Masalan, dasturiy ta'minot va mobil ilovalar yordamida nutq rivojlantirish mashqlarini individual tarzda amalga oshirish mumkin. Shuningdek, video va audio materiallar orqali bolalarning diqqatini jalb qilish va motivatsiyasini oshirish mumkin. Texnologiyalarni integratsiya qilish. O'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar orasida interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish, masalan, multimedia loyihalar, virtual sinflar va onlayn treninglar kiradi. Bu usullar logopedik jarayonni qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Yakuniy faktlar va tavsiyalar. Axborot texnologiyalarini logopedik mashg'ulotlarga muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilar texnologiyalarning imkoniyatlarini tushunib, ularni individual ehtiyojlarga moslab integratsiya qilishlari lozim. Bu esa bolalarning nutq rivojlanishini tezlashtiradi va muammo hal qilishda innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi. Logoped uchun raqamli vositalar. Raqamli vositalar ta'rifi va ahamiyati, o'quv jarayonini samarali qilish, individual yondashuv va motivatsiyani oshirish uchun zarur hisoblanadi. Ular o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratadi va muolaja natijalarini yaxshilaydi. Raqamli vositalar ro'yxati. Dasturiy ta'minotlar, interaktiv o'yinlar, simulyatorlar, audio-video materiallar, onlayn platformalar, nutq rivojlantirish va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish kabi uskunalar kiradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, individual mashg'ulotlar, real vaqtda tahlil, masofaviy konsultatsiyalar, interaktivlik kabilar kiradi. Bu usullar amaliyot samaradorligini oshiradi va resurslarni kengaytiradi. Raqamli vositalarning turlari. O'yinlar va interaktiv dasturlar.
Nutq rivojlanishini rag'batlantiruvchi logopedik o'yinlar va vizual platformalar bolalarning qiziqishini oshiradi. Mobil ilovalar har joyda va har vaqtda foydalanish mumkin bo'lib, shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilgan trening va mashqlarni taqdim etadi. Onlayn resurslar, videolar, trening modullari va interaktiv platformalar masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlab, logopedik ishlarni samarali amalga oshirish imkonini beradi. Amaliy qo'llanish uchun misollar. Raqamli vositalar yordamida o'qitish usullari interaktiv platformalar, mobil ilovalar va veb resurslarni o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchilarga nutq rivojlanishida yangi imkoniyatlarni yaratadi. O'quv jarayonida muvaffaqiyatli misollar sifatida logopedik mashg'ulotlar uchun o'yinlar va stimulyatsiyalar yordamida nutqni rivojlantirish ko'rsatiladi. O'quvchilarning natijalarini yaxshilash uchun motivatsiya, ishtirok va real vaqtda natijalarni kuzatish imkoniyatlari kengaytiriladi. Kelajakda raqamli vositalar. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan logopedik faoliyatda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan haqiqat, mobil ilovalar o'qituvchi va o'quvchilarga interaktiv va shaxsiy yondashuvlarni taqdim etadi. Kelajakda bu vositalar yordamida muolajalar yanada samarali va qulay bo'ladi. Yangi imkoniyatlar ochiladi. Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish. Axborot texnologiyalari ta'lim muhitida axborotni uzatish, tahlil qilish va saqlash uchun keng qo'llaniladi. U o'qituvchilar va o'quvchilarning samaradorligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar va onlayn resurslarni o'z ichiga oladi. Bu imkoniyatlar o'qituvchilarga darslarni yanada samarali qilish imkonini beradi. Logopedik faoliyatda axborot texnologiyalari, raqamli vositalar, maxsus ilovalar va texnologiyalar yordamida tibbiy va pedagogik maqsadlarda qo'llaniladi. Natijada individual yondashuvlar rivojlanadi. Xulosa: zamonaviy axborot texnologiyalari logopedik faoliyatda muhim hisoblanadi. Yangi resurslar va vositalar kengaymoqda. Raqamli vositalar individual va interaktiv ta'lim imkonini beradi. Treninglar orqali texnologiyalarni o'zlashtirishimiz mumkin hisoblanadi. Kelajakda texnologiyalar yangi imkoniyatlarni yaratadi. Birgalikda texnologiyalar bilan yangi yondashuvlar joriy etiladi. Hurmatli talabalar, mavzuyimiz shundan iborat. Foydalanilgan adabiyotlar orqali yana ham ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.